Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari va YouTube kuzatuvchilari. Navbatdagi kapitallar, tovuqlar uchun temir kataklarimiz tayyor bo'ldi. Razmen tanishtirib qo'yamiz. Undan avval esa kanalimizga bir donadan like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar degan umiddamiz. Kanalimiz rivoji uchun marhamat. Bu katagimiz tovuqlar uchun mo'ljallandi. Razmeri uzunligi 4 metr, eniga 1,5 metr, balandligi ham 1,5 metr. Ikki xonaga ajratilgan katagimiz mana. Juda ham chiroyli holatda. Ranglarini esa bir xilda mo'kri asfalt rangiga sapib berdik. Mana yon tomondan ko'rinishlari. Bu endi esa eshigi, katta eshigi, odam bemalol kirib chiqadi. Tag yerli variantda bo'ldi. Tagi ochiq bu katagimizda. Mana tomin tagida issiq suv o'tkazmaydigan folga qog'ozlardan foydalanganmiz. Bu yerda esa qo'noqlari, bu yerda esa tuxumlash uchun joylarni moslashtirib ketganmiz. Bu yerda mana tashqi tomondan turib tuxumini olish uchun eshiklarni joylashtirib ketganmiz. Bu yerda esa don oxirlari mana. Donni solib bemalol yana yopib qo'ysa bo'laveradi. Uchga ajratib qo'yganmiz mana. Setkalari ham mana yaxshi setkadan foydalanganmiz. Bu yerda ham katta eshigi, eshiklari ikkita yonboshida bo'ldi mana. Bu xonasini kichikroq qilib ajratib berdik. Bu yerda esa mana eshikchalarni joylashtirib qo'ydik. Tovuqlar aqabaqa o'tib yurish uchun mana. Bu qafasimizda zakaz asosida tayyorlab berdik. Manzilimiz Namangan viloyati 3 tuman Jidakapida joylashgan. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz bor, kelishilgan holatda. Bu katagimizning narxi 3,5 million so'mdan tayyorlab beryapmiz. Mana. Bu esa kapitallar uchun mana qafas juda ham chiroyli holatda. Buni razmeri uzunligi 1,40, eniga 1,10, balandligi 1,70 tomigacha. Bu ham juda ham chiroyli holatda. Mana ranglari esa stolnoy rangda sapdik. Bu yerda esa portichkalari. Bu yerda esa katta eshigi. Tagi berk, odamni bemalol ko'taradi. Bunga o'ynakda gnezdo joylashtirdik. 15 ta 20 ta kaptarga moslangan qafasimiz bu. Mana yo'llari berk. Bu qafasimizning narxi 2 million so'mdan tayyorlab beramiz. Dastavkalar alohida. Mana. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Tayyorlab beramiz. Sog' bo'linglar, rahmat.